Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi issiqxonamizdan bitta o'z egalariga topshirdik. O'z egalari mamnun bo'ldilar qilgan ishlarimizdan. Mana issiqxonamizni yuqori 2 qavatli bo'lgan. Ochilishi, yopilishini ko'rsatamiz hozir. Ochinglar bo'ldi. Bo'ldi, yopaylik. Tepa ko'tarib qo'yaylik. Ozgina, bo'ldi. Shu zanjir bilan ochib yopiladi. Arkalarimizni oralig'iga keladigan bo'lsamiz, birinchi qavatdagi arkamizni oralig'i yana bu arkadan bu arkaga qadar 1,5 metr bo'lgan. Tashqi ichidagisi 2,60 ga qo'yilgan arkalarning. Balandligi 2 metr bo'lgan. Pomidor hosiligacha bo'lgan joyda mana yon bakovlari 2 metr. Mana o'rtaga yig'ib qo'yiladi. Xitoy 100 mikronli salafanlar bilan yopib berilgan bu yerda. Bu yerda 2 qavat bo'lgan mana. Latokli bo'lgan mana bunisi ochib qo'yilgan mana. Mana yo'llarda havo almashadigan bo'lgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Masketni setka bilan hasharotlar kirmas uchun. Bu tarafda, tashqi tarafda portichkalargacha qilganmiz. Eshik portichkalar bor. Mana yuqorisida portichkamizni qiya ochib qo'yganmiz. Ana portichkalar ham polni ochiladi. Hozir mana turib bo'ladi manchilik, bo'ladi. Bitani tashqaridagi lukni ham bitta o'chib ko'rsatib qo'yadi. Yondagi bakoy. Bakoylar. Mana ko'rishingiz mumkin. 30 metr uzunligidagi teplitsamiz. Ana. Ko'rishingiz mumkin. O'rnab bo'ladi. Havo almashtirgani bu yerda shamollatgan tizim qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Dagansi bir xilda ochilib yopiladi. Bo'ladi. Bu taraf, yon tarafini ham bitta pastga qo'yib qo'yaylik, ana shuni pastga yonga qo'ying. Bo'ldi. Bitta u yonni ham bitta ochib yopib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yer portichkamizda yuqorida 2 metrga 1,70 li 1,70 ga 1 metrli portichkamiz bor. Mana oching yonni. Mana ko'rishingiz mumkin, bir xilda shu 30 metrlik teplitsamiz uzunligidagisi. Uni ochilib bo'ladi. Mana havo almashadigan qilingan, ya'ni bu Surxondaryo janub bo'lganligi uchun havo almashadigan qilingan. Mana yoz kunlarida havo almashtirib, mana bahor oylarida issiqlikni chiqazib, namlikni chiqazgani qilingan maqsadda qilingan bu ishlarni. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Bo'ladi, ash yonga qilib qo'ying, polni tushirib qo'ysangiz ham mayli.